Bugun uy sharoitida qanday qilib yuz terisini chuqur tozalash va oziqlantirish haqida gaplashamiz. Bu uchun bizga kerak bo'ladi glina, suv hamda asal. Glina poralarini chuqur tozalovchi, yuzni namlantiruvchi hamda tinchlantiruvchi tabiiy tuproq bo'lib, uni barcha do'kon va dorixonalardan topish mumkin. O'zimizga keraklicha glinani idishga solib, yetarli miqdorda suv qo'shamiz. Uyda asal bo'lsa, oz miqdorda undan ham qo'shamiz. Asal o'rniga tuxum sarig'ini ham qo'shsak bo'ladi. Ichida qumoqlari qolmasdan bir xil massaga kelgunicha yaxshilab aralashtiramiz. Bu aralashmani tozalangan yuzga surtib 15 daqiqada yuvib tashlaymiz. Yuzimizni quritib, namlantiruvchi kremimizni surtib olamiz. Bu maskadan haftada 2 marta foydalanishimiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga yuboring, like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va foydali ma'lumotlar uchun menga obuna bo'ling.